Assalomu alaykum. Anglayotganlar tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'yitlar jamoati. Avtori Ömerjan Sidiq. Maqsud Mo'yiti. Davomi. 1917 yili oktyabr inqilobi g'alaba qilgandan keyin Maqsud Mo'yiti texmuzur g'ayratga kelib, to'lib toshgan qizg'inlik va ishonch bilan yana bir qatim Moskvaga safar qilgan. Bu qitim mengishida u Turpandagi ta'siri bor yana bir savdogar, vatanparvar, ilg'or shoir Abduxoliq Uyg'urning cho'ng dadisi Mijitoji va amdila 15 yoshga kirgan Abduxoliqlar bilan birga borgan. Maqsud Mo'yti ulug' demokratik shoir Abduxoliq Uyg'urningmi ustozi va yaqin maslakdoshi bo'lib, bu haqda kitobimizning keyingi qismlarida to'xtalamiz. Maqsud Mo'yti Rossiyaga kelgan bu vaqt dal Moskva universitetida o'qiyotgan bir turkum qozonliq o'quvchilar o'qish bitirgan mezgil bo'lib, Maqsud Mo'yti ularga Shinjongga berib o'qituvchilik qilish taklifini qo'ydi. Ulardan Muhibulla apandi, Ali Ibrohimov, Hisomiddin apandi, Hisom Bovin, Shohi Sharaf, Hasan Fahimi va Gulandamdan iborat 6 ziyoli o'zlarini ma'lum qilib, Maqsud Mo'yitining xarajati bilan Shinjongga keladi. Maqsud Mo'yti ulardan Muhibulla apandi bilan Gulandam Avstayni Ostoniga, Ali Ibrohimni Turpan bozoriga, Hisomiddin apandini Guchung'a, qolgan ikki o'qituvchidan birini Urumchi, yana birini Cho'chakka avatib, ikkinchi qitimliq Maqsudiya maktabini tashkil qiladi. Maqsud Mo'yti bu 6 o'qituvchining barliq chiqimlarini o'z ustiga olishdan boshqa, Shinjongga kelgan kundan boshlab muqim maosh belgilab, oyma-oy to'liq ta'minlab turgan. Muhibulla apandi bilan Gulandam Avstay ayolning turmushiga alohida ko'ngil bo'lib, ularga o'z hovlisidan maxsus hujra uy jabdub bergan. Muhibulla apandi burunqi Haydar apandi Sayrani o'qitgan maktabni o'tkazib olib, o'qitishni davomlashtirgan. Maqsud Mo'yti shu qitim yana Ostonada Gulandam Avstayning boshchiligida bir qizlar sinfi tashkil qilgan. Gerçi yerlik xalq qizlarini maktabga berishda pasiblik qilgan bo'lsa-mu, Maqsud Mo'yitining qayta tushundirishi natijasida Mo'yitilar jamiyatining qiz kelinlarini asos qilgan holda bir turkum qizlar o'qish uchun yig'ilgan. Ostona ayollarining qorong'ulik, jaholat, nodonlik ichida yashayotganligidan qattiq echingan Gulandam Avstay bu qizlarni o'z oilasida o'qitishga boshlagan. Muhibulla apandi bilan Gulandam Avstaydan iborat bu bir jup ma'rifatparvar ma'rifchi Turpanning tomuz issiq, zimiston sovuqlarga bardoshlik berib, kecha kunduz degudek jafoliq ishlab, Ostona xalqining qalbiga yangi ma'rif urug'ini chachqan. Ularning 3 yillik jafoliq amgikining natijasida yoshlardan 100 dan ortiq yigit, 30 dan ortiq qiz yangi bilim egalaridan bo'lib qolgan. Bo'libmi qizlar hunarvanchilik va madaniy turmushning qoida qonuniyatlarini yaxshi o'rganib, texnika jihatdagi saviyasini o'zliksiz yuqori ko'targan. Gulandam Avstayning qatri qilib tarbiyalashi orqasida bir muncha qizlar uning izini besib, o'qituvchilik bilan shug'ullanib, yangi ma'rif taraqqiyotini ilgari surishning, bo'libmi ayollar ma'rifini ilgari surishning boshlamchilaridan bo'lib qolgan. Gulandam Avstay Ostona xalqining qalbidan cho'nqur o'rin olg'achqa, tatar tilining ayol o'qituvchilarga qaratib aytiladigan Avstay degan nomi Gulandamning hurmat nomi bo'lib qolgan. Bu yerda shuni eskartib o'tish zarurki, necha sinfliq maktab silib, chet eldan taklif qilgan o'qituvchilarning va barliq o'quvchilarning o'qish xarajati, maktab xarajati, o'qituvchilarning ta'minot va kundalik turmushi qatorliqlar uchun g'oyat zo'r xarajat ketadi. Bu nuqtani to'g'ri tushungan Maqsud Mo'yti o'zining farosatlik, bilimlik, rus tilini puxta biladigan bo'lishdek alohidliklarni joriy qildirib, tijorat doirasini izchil turda kengaytgan. Cho'chak, Guchung, Mori qatorliq joylarda konter, do'konlarni, mol saqlash iskilotlarini qurish bilan birga Rossiyaning Shamay,
Qozon shaharlari bilan bo'lgan savdosini izchil davomlashtirib kelgan. Maqsud muhitining cho'chakdagi ta'siri tijorat doirasi nihoyatda cho'ng bo'lib, bu yerda 2 mo yerda beg'i 40 necha metr uzunlikda 15 egizliq osti usti taqtayliq uyi, necha yuz metrga so'zilgan usti qangaltır bilan yepilgan lapas konterlari bo'lgan. Yoz kunlari maqsud muhiti asosan cho'chakda turib, Rossiya bilan mal almashtirgan. Maqsud muhiti bilan Musulbayning ikkisila gavdisi nihoyatda zo'r, gupay kelgan kishilar bo'lg'achqa, ular ot minib cho'chak ko'chalaridan o'tganda bu yerdagi qozoq aholilari ularga havaslanib, sartning narlari qo'y bular, uyg'urlarning to'gilari bular deyishib ketishgan. Maqsud muhiti aksi bilan birga Qumul, Pichan, To'qsun, Gochung, Mori qatorliq joylarning yung terilarini, paxtasini monopol qilib, Rossiyaga obrut qilgan. 1917 yili Char Rossiya podshohi Nikolay ag'dirilib, Sovet kompartiyasi hokimiyatni egilganda, aka-uka muhitilarning Rossiya chegarasi ichidagi nurg'un mili kuyib ketgan, musodir qilingan. Mushundaq ahvolda ular Qumul Vang'ining 10 yillik yung paxtasini naq pul va pichan suv beshidagi cho'ng qarzini berish, suv beshidagi bu qarz shuningdan buyon qarzni setib olgan Qumul Vang'i Beshirning nomi bilan Beshirning qarzi deb atilib kelmoqda. Badiliga setib olib, cho'chakka yo'tkab ziyonni to'ldirgan. Shu mezgillarda cho'chakdagi barliq baylarning qo'rovlari muhitilarning yung terilari bilan to'lib ketgan. Ularning Urumchidimi ish bajarish o'rinlari, do'konlari bor bo'lg'achqa, bu yerdan quru joy olmagan. Yana bir tarafdan maqsud muhiti o'zlariga tava bo'lgan Mangu buloq, Ostona yezisining bir kenti. Yeza markazining 5,4 kilometr g'arbiy janubiga joylashgan bo'lib, Chatqal yezisiga yaqin. Chigi buloq, Chatqal yezisining eng chet kenti. Xinim Kariz, Ostona yezisi Mangu buloq kentining bir mahallasi. Qarg'o'ja Kariz, Chatqal yezisining Ostona chegarasidagi kenti. Hoji Kariz, Chatqal yezisining Ostona chegarasidagi kenti. To'rt so'qma, Chatqal yezisi Qarg'o'ja Kariz kentiga joylashgan bir mahalla. Mujan Kariz, hozirgi Turpan shahrining Chatqal yeza Qarg'o'ja Kariz kenti tavasida. Yanxi, Pichan Naya Tuyuq yezisiga qarashliq 4 kentning umumiy atilishi. Qatorliq joylardagi qarzlarni yaxshi boshqurgan. Bu qarzlarning Ostona, Qarg'o'ja tavasida bo'lmay, bu ikki yurtning chegarasida yoki boshqa qo'shni yurtlarda bo'lishi, Turpanning hamma yeza bozorlarida degudek umumlashgan qarzning Qarg'o'ja, Ostonalarda yo'q bo'lishining sababi shuki, bu ikki yezining suv manbasi tarixdan buyon murtuq jiralaridan eqib keladigan alvak suv bilan kapolatga ega bo'lib turg'achqa, bu ikki yurtda qarz asosan chepilmagan. Shunga muhitilar qo'shni joylardagi qarzlarni egilik tiklashning manbasi qilgan. Muhitilarning bu qarzlarni asos qilgan holda 40 ming mo'ga yaqin yeri bor bo'lib, 1925 yillari bu yerlar va miroslar muhitilar jamiyatidagi farzandlarga bo'lib berilgan. Demak, yuqorqilardan muhitilar jamiyatining egiligining naqadar zo'r ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Shunga maqsud muhiti keyingi vaqtlarda Maqsud Boy deb atalgan va mushu boyligi bilan g'oyat zo'r mablag' ketadigan ma'rifatchilik harakatini va dehqonlar qo'zg'alinining bir qism chiqimini iqtisodiy kapolatga ega qilgan. Ikkinchi qitimliq Maqsudiya maktabining o'quvchilari o'qituvchiga har oyda bir sardin kumush tanga pul to'lab turgan. Maktabga keraklik boshqa xarajatlarni Maqsud muhiti o'z yenidan chiqim qilgan. Shu vaqtlarda Sovetdan kelgan Shoyi Sharaf degan o'qituvchi Toyirbek apandining taklifi bilan Lukchinga berib, Toyirbek apandi ochgan Tahiriya maktabida o'qituvchilik qilgan. Bir mezgildan keyin Lukchindagi vanglarning jadid deb haqoratlashiga uchrab, shu vaqtdagi Yangizingshin hukumati tarafidan bo'yniga zanjir taqoq silinib, Urumchiga ilib ketilib,
o'limga hukm qilingan. Muhibulla apandi 1921 yili kasal sababi bilan Ostonada vafot bo'lgan. Uning qabrisi hozirmi Ostondagi Alpatta Xo'jam mozorining Mo'yitlar jamiyati qabristonligida bo'lib, Maqsud Mo'yitining qabrisi bilan billa. Gulandam Avstay o'g'li Fatih bilan tul qolgandan keyin yana bir mezgil ishlagan. 1922 yili u Urumchi orqali Cho'chakka berib, ikki maktab ta'sis qilgan. Uning biriga kishilar mushu o'qituvchining sharafi uchun Maktabi Gulandamiya deb nom bergan. Ikkinchisi Maqsud Mo'yitining nomi bilan Maktabi Maqsudiya deb atalgan. Uyg'ur va boshqa oz sonliq millatlar yangi ma'rifning ayol ma'naviy injeneri deb nom olgan. Gulandam Avstay ismi jismiga loyiq haqiqiy ma'rifat bag'vini edi. Gulandam Avstay Tatar millatidan bo'lib, 1889 yili 18 avgustda Rossiyaning Qozon shahrida dunyoga kelgan. Cho'chak shahrida o'sib cho'ng bo'lgan. Kichkidan boshlab diniy maktabda va oilasida otasining qo'lida o'qib, savodliq bo'lgan va o'zligidan o'rganib, kitob, gazet jurnallarni ko'p ko'rish orqali bilimini uzluksiz ko'paytgan. 1910 yili Cho'chak shahrining eng ilg'or muallimlaridan hisoblangan Muhibulla Abdullin ismli taraqqiyparvar, yangilikni so'g'ichi muallimga turmushliq bo'lgan. Bu turmush Gulandam onaning ma'rifatlik odam bo'lib chiqishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. 1911 yili 20 sentyabrda ilg'or fikrlik yo'ldoshi Muhibulla apandining qizg'in qo'llashi va o'zining ayollar ma'rifini yo'lga qo'yish qizg'inligiga asosan o'z uyida Tarbag'toy tarixidagi tunji qizlar maktabini ochgan. Gulandam shuningdan boshlab barliq umidini o'qituvchilikqa beg'ishlab, yangicha ma'rif yo'liga qadam tashlagan. Ayni vaqtdagi ko'nicha ma'rif usulini isloh qilib, yangicha o'qitish shaklini yo'lga qo'ygan. Qizlar maktabidagi o'quvchilarni 1-sinfdan 3-sinfgacha 3 sinfga ayirib, bilim saviyasiga asosan hisob, ona til, jug'rofiya qatorliq asosiy fanlardan dars o'tgandan boshqa haftasiga 2 qatim din darsi o'tishni o'rinlashtirgan. Bu xil usul mutaassib kuchlarning qarshiligini pasaytishda muhim rol o'ynab, xalqning qizg'in qo'llashiga erishgan. Maktabdagi o'quvchilarning sonimi yildan yilga ko'paygan. Uningdan boshqa Gulandam Avstay yana o'z maktabidagi qizlarga yosh qurami va qizg'inligiga qarab tikimchilik va kashtichilik hunar san'atlarini o'rgatgan. Har xil kuchlarning ma'rif ishlariga ko'ngil bo'lishni qo'lga keltirish maqsadida o'quvchilardan ilinadigan yillik imtihonga yurt mo'tabarlarini, o'quvchilarning ota-onalarini taklif qilib qatnashtirgan. Shundaqla o'quvchilarning imtihon natijalarini bir yillik axloq va intizom jihatdagi baholanish ahvollarini yig'in qatnashuvchilariga naq maydonda e'lon qilish bilan birga, o'quvchilarning ishlagan har xil rashiliya, konvoy, hunar san'at buyumlarini omma oldida ko'rgazma qilgan. Shuning bilan birga, natijasi yaxshi bo'lgan o'quvchilarni taqdirlashni ilib borgan. Bu xil usul choralari orqali Gulandam Avstay keng ommaning qizg'in qo'llashiga va maqtishiga sazovor bo'lgan. Dal mushu vaqtlarda Maqsud Mo'yti g'ayratga kelib, ikkinchi qitim Rossiyaga berib, ziyolilar bilan qayta uchrashgan. Hisomiddin apandi, Xisam Bovin, Shohi Sharaf va Hasan Fahimi qatorliq o'qituvchilarni Shinjonga ilib ketish taklifini bergan. Maqsud Mo'yitining taklifiga ular oxir qo'shilgan. Cho'chakka kelganda Muhibulla apandi bilan Gulandam Avstayni Turpanga berishga taklif qilgan. Muhibulla apandi bilan Gulandam Avstay Cho'chak xalqidan, shundaqla 10 yildan buyon tarbiyalab kelayotgan shogirdlardan ayrilg'isi kelmagan. Bo'libmi, Gulandam Avstayga o'zi tarbiyalab kelayotgan qiz o'quvchilardan ayrilish intayin ig'ir tuyulgan. Shundaqdimi, o'z hayotini xalqning ma'rif ishlariga, ayollarning ozodlik yo'liga beg'ishlagan Muhibulla apandi va Gulandam Avstaylar qat'iy niyatga kelib, Maqsud Mo'yitining taklifi bo'yicha
1919-yili 9-oyda Turpan Ostanaga kelib, Haydar apandi ochgan maktabni o'tkazib elib, o'qituvchilikni davomlashtirgan. 1922-yili 3-oyda Muhibulla apandi baxtga qarshi kasal sababi bilan Ostonada olamdan o'tgan. Bu tasodifiy ayrilish Gulandam Avstay uchunla emas, butun Ostona xalqi uchun cho'ng bir yo'qotish bo'lgan. Yo'ldoshidan ayrilib bir bolasi bilan qolgan Gulandam Avstayning turmushi qiyinchilikda qolgan. Bu chog'da Maqsud Mo'yitining moddiy yordami bilan cho'chakka ko'chib ketgan. Xalqning hurmatiga sazovor bo'lib kelayotgan Gulandam Avstayning qaytib kelishini cho'chak xalqi qizg'inlik bilan qarshi elib, uning yanada ma'rif xizmatini davomlashtirishini talab qilgan. Xalq tilikini o'rindashni muqaddas burchum deb bilgan Gulandam Avstay o'z uyida qizlar maktabini ochgan. O'quvchilar soni kundan kunga ko'paygan, lekin o'qitish sharoitining nacharligi uni qiyinchilikda qoldirgan. Natijada yer ilib maktab silish qaroriga kelgan. Ayni vaqtda yo'ldoshi Muhibulla apandidan qolgan 1000 sar pulga o'zi iqtisod qilib to'plagan 2000 sar pulni qo'shib 1928-yili Cho'chak shahridagi Ko'k ko'rikning g'arbiy janubidagi O'stang bo'yidan bir bo'lak yer setib olgan. Buningdan ta'sirlangan Muhibulla apandining shogirdlari 1000 sar pul iyoni to'plab yordam qilgan. Natijada bu maktabni 1928-yili 9-oyda bitirib o'qish boshlagan. Cho'chak xalqi bu maktabni Gulandam Avstayning nomida Gulandamiya maktabi deb atagan. Lekin Gulandam Avstay o'zi bo'lsa boshqalarning uyini ijaraga olib o'ltirgan. 1934-yili Gulandamiya maktabini o'lkalik hukumat davlat ilkiga o'tkazib elib, maktab nomini Cho'chak birinchi qizlar maktabi deb o'zgartgan. Ammo Cho'chak xalqi bu maktabni yanala Gulandamiya maktabi deb atab kelgan. 1937-yili Turpan Ostonadagi Maqsud Mo'yitining farzandlari Sovet ittifoqidan o'qish bitirib qaytishida Cho'chakka kelib, Gulandam Avstay bilan ko'rishgan. Ular Gulandam Avstay ochgan maktab o'rnining torchiligini va o'quvchilarning bo'linib bir qancha o'rinda o'qiyotganligini ko'rib, ayni yillarda dadalari Cho'chakda qurgan Uyg'uriston kontorasi shirkatining qurosini foydalanib turish uchun Gulandamiya maktabiga taqdim qilgan. Shuning bilan Gulandamiya maktabi va uning sho'ba maktablarining hammasi Uyg'uriston kontorasining qurosiga ko'chib borgan. Gulandam Avstayning 9 yil maktab o'rnida ishlatilgan uyi mana shundan e'tiboran o'ziga taalluq bo'lgan. Keyin bu maktab yana Maqsud Mo'yitining nomi bilan Maqsudiya maktabi debmi atalgan. Maktabga o'zgargandan keyin 8 sinfga bo'lingan 255 nafar o'quvchi va 14 nafar o'qituvchini cho'nqur shodlikqa cho'mdirgan. Ular Maqsud Mo'yti va uning farzandlariga cho'nqur tashakkur bildirgan. Umuman Gulandam Avstay Shinjang ayollar ma'rifini barliqqa keltirish va taraqqiy qildirish yo'lida 44 yil kurash qilib, 1955-yili Cho'chak shahrida dam olishga chiqqan. 1973-yili 84 yoshida Sovet ittifoqida vafot bo'lgan. Gulandam Avstay uzoq musofirlarni, cho'l jazirlarni kezib, Uyg'urlar yurtiga kelish bilan Turpanning pishg'irim issiqlarida, Cho'chak va elining qahrton sovuqlarida chidam bilan ishlab, Uyg'ur ma'rifi uchun butun hayotini beg'ishlagan. Uni Uyg'ur yangi ma'rifining suyumlik onasi deb tilga ilishga arziydi. Davomi bor.